ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun qiyomat kunida mushukning hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Bo'lmasam ro'zador odam ovqat yemaydi, suv ichmaydi, og'zidan noxush hid kelib qoladi. Endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan Allohga mahbub. Nima uchun? Noxushligi uchun emas, kimdan kelayotganligi uchun. Qodir bo'lib turib yemayapti, qodir bo'lib turib ichmayapti. Kimning roziligi uchun? Shu oy kelyapti, birodarlar. Yengli shimaraylik. Inshaalloh 30 kun taravaga chiqaman. Inshaalloh 8 rakatdan keyin nima qilmayman? Ro'zadorning ikki xursandchiligi bor. U ikkisi bilan xursand bo'ladi. Iftor qilgan paytda bilasizlarmi shu xursandchilik bor, Xudoga shukr yetkazib oldim. Xursandchilikmi? Endi buni egizak xursandchiligi bor. Robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi.